Husanov Holandning ortiqcha ishonchini qattiq javob bilan to'xtatdi. Hammasi uning jamoaga yangi kelgan kunlarida boshlangan. Mashg'ulot payti ayrimlar uni jiddiy qabul qilmagan. Shunda Holand uning oldiga kelib, bunday himoyachini ikki harakatda o'rta qoldirishni aytgan. Husanov esa jimgina kulib qo'ydi. U mojaroga kirishni istamasdi, lekin Holand davom etdi. "Bo'yimga qara. Meni to'xtatishga senda hech qanday imkoniyat yo'q." Javob bo'lmaganini ko'rib, u challenge taklif qildi. 5 ta hujum. U hujum qiladi. Husanov esa himoya. Birinchi urinishda Holand oson o'tib, gol urdi va o'zbekka ko'z qisib qo'ydi. Shu paytdan keyin vaziyat o'zgardi. Husanov to'liq kuchini ishga soldi. Qolgan 4 hujumda u Holandga birorta ham imkoniyat bermadi. Har bir harakatni o'qiydi, har bir to'pni to'xtatdi. Mashg'ulot tugagach, u Holandga yaqinlashib, so'kin ovozda shunday dedi: "Men bu yil O'zbekiston bilan jahon chempionatiga chiqaman. Sen esa muhim o'yinlarda o'z mamlakating uchun hatto gol ham ura olmaysan." Husanov Holandning